kreditlarimiz bor, oilaviy tadbirkorlik bo'yicha beryapmiz. 312-sonli qaror bo'yicha beriladigan kreditlar bor. Bunga foizi kamroqdan aytadigan bo'lsam, oilaviy tadbirkorlik bo'yicha beriladi. Bu hokim yordamchisining tavsiyanomasi bilan 30 milliongacha, 50 milliongacha chiqqan hozir, 30 milliongacha summa, 50 milliongacha chiqdi. Bunda pul ko'chirish yo'l orqali amalga oshiriladi. Agar ijtimoiy reyestrda kimdir bo'lsa, ijtimoiy reyestrdagilar naqd shaklda olish mumkin. Foizi 17,5% beriladi. Keyin 312-sonli qaror bo'yicha bor. Bunga yakka tartibdagi tadbirkorlarga 100 million so'mgacha bu garovsiz kredit beriladi. Bu aylanmasi 6 oy bo'lgan bo'lishi kerak. Kamida hisob raqamini 1 yil oldin ochgan mijozlarimizga garovsiz shunday 100 million so'm berishimiz mumkin. Hech qanday garov zavodsiz. Unda 100 milliondan yuqori qismiga garov asosida beriladi. Keyin agar oldin siz kreditni olib turib chorva yoki tikuvchilikda yo'nalishda olgan bo'lsalaringiz, sizlarga faoliyatni kengaytirish uchun, misol oldin 5 million, 6 million olganlar, kimdir bitta tikuv mashinka, kimdir bitta chorva mol olgan, 10 millionga 5 million olgan. Faoliyatni kengaytirish uchun agar oldin yaxshi yopgan bo'lsa, bunga 50 million so'm naqd shaklda yana kredit beramiz.